Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 117-mo'jiza. Abu Baroning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tupugidan shifo topishi. Urva roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Munzir ibn Amr qissasini va Omir ibn Tufaylning o'limini Amr ibn Umayyaga eslatdi. Birodarlaringizni taniysizmi? Amr ibn Umayya ha deb javob berdi va oldilariga borib, ularning nasl nasabi haqida so'radi. O'zlaringizdan biror kishini topmadingizmi dedi. Urva Abu Bakr Siddiqning mavlosi Omir ibn Fuhayrani topmadik dedi. Amr ibn Umayya u qanday odam edi deb so'radi. Urva oramizdagi eng afzal kishilardan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida islomni avval qabul qilganlardan deb javob berdi. Amr ibn Umayya senga uning xabarini berayinmi deb oldida bo'lgan bir kishiga ishora qildi. Bu kishi unga nayzani sanchib olgan edi. U osmonga ko'tarilib, ko'zimizga ko'rinmay qoldi. Biz uni yo'qotib qo'ydik dedi. Amr bu Omir ibn Fuhayra ekanligini aytdi. Omir ibn Fuhayrani Kilob qavmidan Hayyon ibn Salami degan kishi o'ldirmoqchi bo'lgan vaqtda bu voqea sodir bo'lgan. Urva bu voqeani eshitib o'rnidan turib ketdi va Zahhok ibn Sufyon Kilobiyning oldiga borib eshitganlarini aytib berdi. Zahhok ibn Sufyon ham o'rnidan turib, bu jinlarning ishi dedi. Shundan so'ng Zahhok ibn Sufyon bu voqea islomga kirishimga sabab bo'ldi. Haq dinga chaqirdi. Men hali Omir ibn Fuhayradek osmonga ko'tarilgan kishini ko'rmaganman dedi. Zahhok ibn Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maktub yozib, Omir ibn Fuhayra voqeasidan xabar berdi va islomga kirganligini bildirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu voqea albatta farishtalar o'z jussalarini ko'rsatib dunyo osmoniga tushganligidir dedilar. Bu qissa to'g'risida Urva bunday deydi. Abu Baro Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Lubayd ibn Robi'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 2 tuyani qimmatbaho narsalari bilan hadiya qilib olib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men mushriklardan hadiya qabul qilmayman deb rad qildilar. Bu vaqtda Abu Baroning qornida qattiq og'riq va bemorlik bor edi. Shifo istab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerdan bir siqim tuproq olib unga tufladilar va Abu Baroga berib, unga suv qo'shib, keyin og'riq bor joyga qo'ygin dedilar. Abu Baro bu ishni qilgan edi, og'riq to'xtab, shifo topdi. Bir 118-mo'jiza. Sa'd ibn Muozning ibn Ariqa va Bani Qurayza haqqiga qilgan duosining ijobat bo'lgani. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Xandaq kunida qavmning ortidan kuzatib chiqdim. Allohga qasam, ozgina yurgan edim, ortimdan bir ovoz eshitildi. Burilib qarasam, Sa'd ibn Muozni ko'rdim. Yerga o'tirdim. Uning yonida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda birga bo'lgan amakisining o'g'li Horis ibn Avs sovutini ko'tarib olgan. Sa'dning ustida esa temirdan bo'lgan sovut bor edi. Men ularning atrofida turdim. Sa'd jussasi katta va uzundan kelgan kishi edi. Uning oldida turishdan qo'rqib ketdim. U mening oldimdan o'tib, nimalarnidir xirgoyi qilar edi. Sa'd ibn Muoz maydonga oz qoldi. Agar u yerda ajal yetib, o'lim topsam, qanday yaxshi bo'ladi dedi. Bog' tomonga ozroq yurgan edim. U yerda ham bir necha musulmonlarni ko'rdim. Oralarida Umar roziyallohu anhu ham bor edi. Ulardan birining yuzida himoya niqobi bo'lib, faqat ko'zi ko'rinib turardi. Umar roziyallohu anhu nima uchun bu yerga kelding? Biror balo yetmasdan ortingga qayt deb meni malomat qilaverdi. Hatto koshki yer yorilib ichiga kirib rohat topsam dedim. Yuzda niqobi bor kishining niqobini olgan edi, u Talha ekan. Talha roziyallohu anhu burilib ket, ortingga qayt deb ko'p gapirding. Endi ketish ham, qaytish ham yo'q. Faqat Alloh huzuriga yo'l bor dedi. Sa'd ibn Muozni ibn Ariqa jarohatlagan edi. Sa'd ibn Muoz
sening yuzingni Alloh olovda kuydirsin deb duo qildi. Shundan so'ng haqiqatdan ham Ibn Ariqaga shunday bo'ldi. Sa'd ibn Muoz Bani Qurayza haqida Allohim toki Bani Qurayza qavmi biror baloga yo'liqqanini ko'rmagunimcha menga o'lim yubormagin deb duo qildi. Bani Qurayza johiliyatda haddidan oshgan qavm bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oshkora dushmanlik qilgan va musulmonlarga ko'p aziyat bergan. Haqiqatdan ham Alloh tomonidan ularga bir shamol yuborildi va barchasi og'ir kasallikka yo'liqib vafot etdi. Ulardan hech narsa qolmadi. Hammasiga Allohning o'zi kifoya qildi. Bu voqea xususida Alloh taolo bunday marhamat qilgan. Alloh kofirlarni darg'azab hollarida qaytardi. Ular biror yaxshilik, foydaga erishmadilar. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Mu'minlarni jangsiz g'olib qildi. Alloh kuchli va qudratli zotdir. Ahzob surasi 25-oyat. Bir 119 mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tupuklari barokati. Nojiya ibn Jundab roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bizlar G'amim degan joyda edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshliklar Xolid ibn Valid boshchiligida otlar bilan qo'shin tortib kelayotgani xabarini berdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga rahm qilganlari uchun yo'liqishni xush ko'rmadilar. Sizlardan yo'lni yaxshi biladiganlaringiz bormi deb so'radilar. Sizga ota-onam fido bo'lsin, yo Rasululloh. Men bilaman dedim. Bizlar yurilmay qo'yilgan bir yo'lga tushdik. Yo'l juda og'ir bo'lib, yurish azob edi. Hudaybiya qudug'iga yetguncha tekis yerdan yurib bordik. Quduqning suvi yo'q edi. U zot sallallohu alayhi va sallam quduqqa o'qdonlardan bir yoki ikkita o'q tashlab, tuflab duo qildilar. Shunda suv qaynab chiqib, men suv ko'pligidan g'arq bo'lmaylik ish qilib deb qo'rqdim. Biz ketguncha quduqdan suv toshib kelib turdi. Bir 120 mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Musaylima kazzob vafoti va uni kim o'ldirishi haqida oldindan xabar berishlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yamoma hokimi Havza ibn Aliga maktub yozdilar. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Allohning elchisi Muhammaddan Havza ibn Aliga. Hidoyatga ergashganlarga Allohning salomi bo'lsin. Bilginki, dinim tez kunda ot va tuya tuyog'i yetgan joygacha yetib boradi. Musulmon bo'l, omonda bo'lasan. Hukming ostidagi yerni senga qoldiraman. Bu maktubni olib borish uchun Sulayd ibn Amr ibn Omiriyni tanladilar. Sulayd ibn Amr maktubni Havza ibn Aliga olib keldi. Uning oldiga borib, salomdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maktublarini o'qib berdi. Havza ibn Ali maktubga siz chaqirgan narsadan yaxshiroq va chiroyliroq narsa yo'q. Arablar mendan hayqadilar. Menga o'z ishingizning bir qismini topshiring. Sizga ergashaman deb javob qaytargan edi. Sulayd ibn Amrga hadiya, qimmatbaho kiyimlar berib jo'natib yubordi. Sulayd ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Havza ibn Ali yuborgan maktubni o'qib ko'rib, agar yerning bir parchasini so'raganida ham bermas edim. Uning qo'lidagi hukmronlik yo'q bo'lib ketdi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fathdan qaytganlardan so'ng Jabroil alayhisalom Havza ibn Alining vafot etgani xabarini berdi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yamomadan bir kazzob chiqib, payg'ambarlikni da'vo qiladi va mendan so'ng o'ldiriladi dedilar. Shunda bir kishi: "Ey Rasululloh, uni kim o'ldiradi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Siz va sizning do'stlaringiz" deb javob berdilar. Haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlari sodir bo'ldi.